Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Mana menyu. Parasatingga seni sal yaqinroq qo'ysang bo'lmaydimi? Nimalaring bor o'zi? Hech narsa yo'q. G'alatimisan? Nima unda meni olib kelding? Soat 11 da ochilamiz-da, hali tayyor emas. Soat 11 bo'ldik. Unda hozir so'rab kelaman. Tayyor bo'lgandir? Aka, faqat somsa tayyor ekanda bo'laveradi. Albatta bor, olib kel. Xo'p bo'ladi. Nechta somsa yeyishim qiyin bo'ladi hozir? O somsa ko'tarib kelmasa bo'ldi hozir. Menga kartoshka yoqadi. Mendan somsa yeysan deb so'ramadim. Aka, uzrda so'ramabman. Nechta somsa yeysizlar? Sen g'alati bolamisan? Ishga qachon kelgansan o'zi? O'tkayli. Bor bizga 20 ta go'shtligidan olib kel. Xo'p bo'ladi, xo'p. Aka, go'shtli somsa yo'q ekan. Buni farqlanishini qara. Bor tovuqli olib kel, uni tovuqli yelik ish bo'lmasa, bir narsa yelik. Xo'p bo'ladi aka, hozir. Akalar, kamchilik yo'qmi? Maroshni bormi? Bor aka. Bor menga bitta oqdan olib kelgan. Aka, oqi yo'q ekan. Borimda qorasidan olib kel. Qorasidan ham yo'q, brat. Qanaqasidan bor unda? Oq qorasidan bor. Bor o'shani olib kel. Bo'l, hozir. Akalar, anaqa nonga solib kelaymi yo idishga solib kelaymi? Bor tog'orada olib kelgin, tog'orada yeymiz. Qoshiq bilan olib kel, bor. Uka, nonga ko'chada quyib berasan, ko'chada yeymiz. Hozir ichkaridamiz, idishga quyib kelgin. Xo'p aka, hozir. Akalar, shu. Hazırlashmanglar. Qayrasizlar? Akalar, mana shu. Bor Zalzalni chaqir, san haqingda ikki og'iz gapim bor. Hozir. Akacha, Zalzal o'zim-ku.